İtat ısıtqının küçü, qani hazırlanğaysılar. Özleri, hazır teşan damalı pırım bulamdılar. Hoş. Assalamu alaikum. Ve aleyküm esselam ve rahmetullahi ve berekat. Kasa, hoş. Ben sizini... Amin. Kadem yetti bala yetmesin, hacetmeller yenimden her göz ketmesin. Amin. Hoş. Özlerini muşata kıçıptı. Muş nurgunu hacetmeden aşırı rava kıptı. Hoş. Üstü dağhanken dep anlap. Dağhan emez. Duahan. Üstü duahanken dep anlap. Yalvarıp keken. Sizning mang yo'li qallari, sizning baxt talaylari. Mana men 10 yil burun quyunda qilib jin ap qochganda hech nima bilmaydim. 10 yildan keyin jinlar meni arishdan farishga o'chib qo'yganda, mana bugungidek bir kamil bo'lib yetishdim. Uning ustiga meni ap qochgan jinlar pokiz, yaxshi jinlar ekan. Shu jinlarimning shafovati bilan har qaysilarining oyishni ravo qilyapman. Uning ustiga men davolayolmaydigan og'riq kasal yoki isitqi so'yitqi yo'q. Mana men hozir qiziq ketmanga dastlab, absun o'qib yanaqni medirlatib, 3 tal ko'zini suvning tubida tik to'g'izib o'qib, nurg'un kasallarni davo qildim. Xo'sh. Mening bu azroq hojdim batı, shu yaldiroq kelgan. Xo'sh. Siz o'ylik o'choqliq bo'lganmi? Yo'q, shu men o'yguchalik bo'lay deb. Yaxshi. Xatun edish o'yingiz bormi? Xatun? Var. Lekin o yaxshi ko'radigan qizning muhabbati bor. Shu aşqa hazratim. Aş qizlarni bir qartib bersizlar. Aqimdan ketamas qilib qo'ysizlar. Nechfu kesmayli hazratim. Bu asan pulning gapini men o'zim yolg'iz bekitmayman. Nech pul ketishda men jinlarim bilan maslahatlashib unidagi bir narsa, ya? Qasım kelding. Mana sen keta, sen keladi. Sen kela. Adigina. Qancha? Ma'qul. Bo'ldi. Bo'ldi, ketaman, qaytib ketaman. Ketaman. Jinlarim dedi. Endi bu asanki. Endi heliqi ko'mir qancha jiq bo'lsa, masjid shuncha tez istiqil bo'ladi. Pul qancha ko'p bo'lsa, qizni shuncha tez istiqil bo'ladi deydi. U dedi, qizil ranglik odam suri tushirilgan puldan 5 baroq. Odam suri tushirilgan yeshil rangli puldan 10 baroq deydi. Bo'ladi. Hazratim, hozircha azroq berib turib, qolgan ishning unimiga qarab bersa bo'ladi. Bo'ladi, xotirjam bo'ling, men bola qo'y o'qiyman. Ishning unimi ko'rgandan men qog'ini qaytarib etmasangiz, qasd o'zingizga yenib qoladi. Ma'qul, hazratim. Mana. Qog'ini keyin ish bitganda beraman. Hammasi jon. Lekin javob qolsam, qasd o'zingizga yenib qoladi. Yo'q, qo'ydilar qo'y. Mayli, unda bo'lsin. Siz xotirjam bo'ling, bu pulni men o'zim ishlatmayman. Hargiz o'zim qajlamayman. Buni men mazoyu mashoyixlarga, eliqi yetim yesirlarga men shunaqa sadaqa qilib o'taman. Siz xotirjam bo'ling, men o'qishni boshlayman. Ma'qul. Nalari qo'yam. Shinfinjini chiqaraman. Kimlik? Uni nima qilasiz hazratim? Astag'firullah. Men kimligingizga qarab o'qimasam, o'qigan oyitim biror harf yoki biror son xato bo'lib qolsa, boshqalar ketib qoladi. Men shinfinjim kimligingizga qarab o'qisam, o'qigan oyat dal joyiga tegadi deyman. Mana. Yaxshi.
bir kamlar qasam so'ngga ko'rib oldim mana. Qaratqim keldi. Kim bo'da жүргенlar? Damadılar bir kamlar qasami. Xo'sh, nima ish qilyaptilar? Sizniki o'tni yili qizmalik etyapman. Bu qizaloq bo'lmasa bu yerda. Siz jim o'tiring, o qizaloq bo'lmagan bilan mening jinlarim nima ish qiladi o'tni to'shimay. Uni bekayib yatamda. Siz xotirjam bo'ling, meni o'qinimda har kun shak yo'q. Men sizga dey. Hozir o qizvalni men o'qib istiman. Yiliq muhabbetini o'qib so'ytiman. Teriq o'qib o'tirsangiz sovuqchilik chachimas. Qulib o'qib yiliq muhabbetini band qilib o'tamiz. Menga to'y qilmas qilib o'tamiz. Qo'nchoq o'qib yurkiga shig'ni sanjiymiz. Tushundingizmi? Jim o'tiring. Nima kamallar qasami. Bu yigitga ilgaysan, og'amchidan chigilgaysan, yana yigitni yatlashgaysan, bu yigitga chaplashgaysan, bu yigitga mazlashgan, sen yigitni yatlashgaysan. Yana qarat qilganlar, yana jibni so'g'andek, bitim mantilla qilni so'g'andek. Qarat qilganlar, nima qilganlar? Oy. Geldi. Hazretim kim geldi? Hele kızlar jini geldi. Bu yigitning jini geldi. Ishkijin yaqin geldi. Ishkijin erjini bilan qizjin qo'l tutishdi. Quchoqlashdi. Yaqin keladi-da. Erkakning shishini og'zini tangladi. Adaqama. Ey, na ahli. Adaqama. Adaqama. Oy! Oycan. Hazretim sizni saqmı ya? Xo'sh. Oy. İşimiga semizni bir jin kirib olibdi, ajab qishindi meni. Men hozir nima dedim? Ha? Siz bu yerdan erkakchining chishin yaqin keldi dedingiz. Xudo shukr, unda bo'lsa ishqinglarning ish bitibdi. Jisming hozir jininglar bir yak kelib qopti. Endi jisminglar bir yak kelsa bo'ldi. Ish tamom, assalom. Jismimiz? Hazretim bu jismimiz qachon buyoqqa keladi? Bu oson. Men sizga bir tuma bitib beraman. Shu tumani hali qizning beshida shunda hali o'rsangiz ish bitdi. Tumani? Men hozir bir tayyor bir tumar bor. Shuni men sizga o'zgartirib qo'yib beray, ya. Shu universal tumar bor. Shu Shuncha? Yana mana. Mana fuyin qilib etmasak bo'lmaydi. O'zimizni o'qitmayman-da. Suy. Nima ketaman qasam uchun yo'q hozir, Haramjon. Mana aniq fuyim bo'pti, mana sizning o'zingiz universal olib keting. Bu hech nima yo'qmi bunda? Siz bu ko'zingiz bilan ko'rolmaysiz. Men buni qog'ozga o'ttirsin fuyin qilib etdim. Rahmat. Siz xotirjam bo'ling. Endi buni qanday? Men dedim-ku siz xotirjam bo'ling. Men bolanxo'y o'qiyman. Bu tuman ishingizda shunday o'rsimizda bo'ldi, ish bitdi. Ben sizga mushu naq maydonda sinaq qilib beraman. Agar sinaq muvaffaqiyatli bo'lsa, siz men qog'ini topshirib o'tasiz. Sinaq muvaffaqiyatli bo'lmay qolib qolsa, o chaqda men sizga eliqini aslab qaytarib beraman, xotirjam bo'ling. Bu Hazretim, bet qanday siraymiz buni? Siz uqmaydi ekansiz. Mening odatda bu yotqindan odam uzilmaydi. Bugun endi men shin chiqagan. Endi siz kelib qolib ekansiz, jabar ishlab o'qib qo'ydim. Agar ta'limingiz bo'lsa, cho'qim bir kirish mumkin. Yotqingizga odamni kiraman. Akirdi.
Bizim